أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı ve inayetlen temen okumakçı olan dersimiz El-İbdal degen Elpiyet ibn Malik deyin kitapımızdaki 74. mevzusu. Bu ismi El-İbdal. El-İbdal Ebdele yubdilu'dan çıkan mastar. Yani onu tekiştirmek, orun almıştırmak. Lügat mühendisi. Hem bu morfologiya qaydasida, sarf qaydasida ibdal deb atıldı. Ve ondan başka ihtilap deb atıldı. Mesela kalp, nakl degandek bir gaplar var. Kalp ve nakl. Xususan o sarf bablarda kalp kıldı, kalp ve nakl degan gaplarni ko'proq qo'llandi. Onun maqsad, ibdaldan maqsad shulardi. Kalp ve nakl degenden ibaret. El ibdal. İbn Malik deydi rahimahullah. Ahrubul ibdali hada'te mutiya فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نسر ألف زيد وبي فائل ما أعل أين زقت بي والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذاك سان لي كذاك سان لينين اكتنبا مدما با إلى كجمع النيبا وافتح ورد الهمز يا بما أعل لاما وبي مثل هرا وتنجعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وو في الأشد ومد بدل ثاني الهمزين من كل كلمة أن يسكن كآسرا وقت من كلمة أن يسكن كآسر وقت من إن يبتحي أسر زم أو فتح إن يبتح أسر زم أو فتح قلب واوا ويا إن أسر كسر ينقلب. خوش أما bu musannif bu babni sözledi. Nima uchun deganda bu morfologiyadan sarf mushu ilmlar barsa nayt keng tarqalgan ibdaldan iborat mushu ibdalning huruflariniki bayon qilish uchun va uninki qoida prinsiplar bayon qilish uchun. Bu ibdalninki 9 harf vakanda. İbdalning huruflari olsa 9. Hada'ta mutiya degan o'xshash. Mesela baksak mush 9 harf şu. Qachoniki, qayadiki mushu harflarninki agar bo'p qolib qolsa biz uni naqli ya qalb qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, ya'ni ibdal qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, mush 9 harfning birda birisi mavjud bo'lishi lozim. Mush harfning birisi shu bo'lishi lozim. Anandan keyin uni qalb yoki naql qilib bo'ladi deydi. Bunu musannif hada'ta mutiya deb mushu ikki kalimani uzg'iljami qilibdi. Xo'sh, ibdalning harflari hada'ta mutiyadir. Fa abdilil hamzata min vavin va ya. Sen hamzini deydi. Tishkin hamziga ki o vadin yoki vav va yadincho hamzini sen tabdil qilayotgan, tegishyotgan. Ki
oxiri bo'lgan bo'lsa u, ya'ni ziyoda qilingan elifning oxirida kelgan bo'lsa, ee, masalan, qanday dedik? Masalan, duo va bina deganga o'xshash. Buning da bu vav va ya. Dua dedik. Aslisi vavi. Vav. Dua, davet. Davetullah deymiz masalan. Dua bu vavdin kelgan alif. Bu yerdeki alif yoki hamza qanday qildi? Vadin ibdal qilindi. İbdal qil hamzini vadin. Ki bu vav bir tarafda bo'lgan bo'lsa. Axiran degancha ziyoda qilingan alifning oqsa duo asli duo demekse duanın aslısı nima? Duavu. Duaun aslısı duavun. Binaun dedik. Bina aslısı binayun. Beneytu, bunya degan gap bor. Duanın aslısı da'utu, da'vatdan ma'xuz vavi. Binanın aslısı şu binayun. Bu ilki beneytu, bunyetil kelam degan gap bor. Bu aslısı yayi. Mesela bunun her ikilisi de bu ahirde geldi. Vav ve yaki ahir rolda elipninki ziyade kılgan elipnin akısı da. Qarab baksak bunun ziyade kılgan elip oldu. Mana dua o bina desek bunun akısı geldi. Duavun binayun. Nima? Vav ve ya. Muşrundun bu hemzine nim kıldık. Tegiş hemzge. Vavdin ve yadin ki ahirde olgan bu her biri ziyade kılıngan isra elifin zide ziyade kılıngan elifnin ahirde kelgen akısıl kelgen ziyade kılıngan elifnin akısıl kelgen ahirde kelgen yani birge vav ve yağcu ve hemzine tişken deydi tebdil kılgen deydi. Hmm. Mesela dua adınık. Duavun. Yani vav geldi. Bu vav ziyartılgan hemzden kin geldi. Bunu elip tabdil kıldık. Yaki hemzge tabdil kıldık. Duaun oldu. Binayun. Bu mu bu ya ahirde geldi bir tarafta ana. Ziyartılgan elipten aksil geldi bu binayun desek. Bunu mu hemzge tegişkin ki kandakin binaun degen deydi. Eğer o hem bu neyim dedi bunun da ziyade kılıngan eliptin keyin kelgen bo'lishi kerak bu ikisi de. Ziyade kılıngan eliptin keyin kelgen bo'lishi kerak. Qaysi bu vav va ya hamzaga tegishmoqchi bo'lgan vav va ya ya'ni nima bu elip zoiddan keyin kelgan bo'lishi kerak deydi. Agar bu hamda bu nima bo'lib qolibdi. Elip yodin yoki vovdan ilgari bo'lib qolibdi. Zoid emas ekan. Oya, roya degan o'xshash. Buning o'zincha buni tabdil qilib bo'lmaydi. Buning o'zini hamzaga tegish qilib bo'lmaydi deydi. Va shunga o'xshash yana oxiran isra alifin ziddida oxir kelgan bo'lishi kerak. Agar oxirda yana bir tarafda bo'lgan bo'lishi kerak. Agar bir tarafda bo'lmasa, masalan, tabayun, taavun degan o'xshash. Oxirda olmay, oxirdan ilgirib qoldi. Ang oxir nun va tabayun desak ya keldi, ammo ya nundan burun. Taavun desak shundoq. Bu mu vav keldi, ammo bu oxirda emas, oxirdan burun. Bu holatdagi vav yonicho hamzaga ibdal qilib bo'lmaydi deydi. Sharti shu. Vav va yodin nima? Bu vav va ya elip zaittin keyin kelgan bo'lish va oxirda ziyod qilingan oxirda nim qilgan bo'lish oxirda kelgan bo'lish deydi.
آخر اسم آخر نسر ألف زيد وبي فاعل ما أعل عينا زقت بي و нәрсенің фаилдеге әйне мұтәл қылынған нәрсенің фаилінің үзідімі ашу ибдал ұқтупи деген чу ұттуби мәнді да бұны ашың әгештірілді yani aшу ибдал қылыш деген қайдының үзіне аш әйне illet қылынған нәрсеге o фаил вәзіз кепті мұшның үзідімі әгештірілді аш қайдыны дейді. Mesela qanda desak ayni illat qilingan narsaning faili qailun uduq. Qala yaqulu. Asli vavi mana. Qailun. Bir narsaning fail deganligimiz, ya'ni o'tirsini ajvab bu narsa, mayli vavi olsun, mayli yayi olsun. Masalan qavilun, bayiun degan o'xshash. Masalan qailun kailun nimisi aslisi kale yakuludun kailun deyimiz de aslisi nime kavilun bayiunun aslisi şu bayiun bana her işkilisi aynı yani faaladaki aynen ki usul salasın ki ayndiki nerse mu'tal oldu illet kılındı. Aş illet kılgan nesinin fail de kep kap kalsa yani failun veziz kep kap kalsa mı aş ibdal degen gepço aşnaga ergeştirildi deydi. Kailun esas kavilun temen bunu bu vav ne hemz götküdü kailun oldu. Kailun oldu. Bayiun esası bayiunti. Bunu mu qanda qildik? Ayni mu'tal qilingan narsa ham bu fail vazifga kegishga ash ibdal degan qoidani buni ergashtirdik. Bu nim bo'ldi? Bayiun aslisi bayiun o'g'anasa bayiun oldu deydi. Nima uchun deganda buni fe'liga hamla qildi bular. Fe'l mazisiga. Mesela kalenin aslisi kavale vav hareketlik alzaver vanın ki nimine aldın hareketini elbette nimi kıldık aynı bir illet nimi ba kavale bu olsa vav hareketlik alzaver vanın ki hareketini elbette kavle oldu ya van hareketini elbette kavle oldu vasakin aldılar vavni ilip kalkıldı kale oldu dep. Ama ba'd bunun şundak baya'a ya sakin ya hareketlik aldılar yani hareketini elevattık bay'a oldu. Ya sakin aldılar yani ilip kalkıldık ba'a oldu. Mamanın uçuş bu sarıp kaydılara mindak. Bunu aş pil mazisi hamle kıldık. Pil mazisi mu mindak bir nimge buni hamzga tabdil qilgan bo'lg'ach buning fail vazifasimi buni qanday qilindi deganda hamziga ibdol qilindi deydi. Xo'sh. والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد deydi. Met emdi. Ziyade qilindi bu metni. Üçüncüsü ziyade qilindi mupridida. Bunun üzünço hemzup kürlüdü. El-Kalaidinin oxşuda deydi. Mesela bu ne demekçi dese bu yerdeki hemze hem tebdil kılınıdı. Mesela mesela kılade dedik de onun kelime de vahidde kılade dedik. Meyada elif üçüncü ziyade kılındı. Med degenliknizi meyli elif, meyli vav, meyli ya olsun. Hemz med. Bu huruful illa olan üçü med hurufları. Muşu huruful med, muş mehmed. Ziyade kılındı bu medni üçüncü çıkıp ziyade kılındı ama mufredi de, birligi de. Kılade desek, benim onu ilip,
Üçüncü harf bulup ziyade kılındı. Sahipe dedik. Bunun da ya üçüncü ziyade kılındı. Met doğan ya üçüncü olup. Ecuz dedik. Üçüncü olan bu med vav yana. Med. Vav üçüncü ziyade kılındı bunun. Ecuz yana usta. Bu hemz görüldü bunun özüne. Nimede el kalayetinin okşuda. Kalade mesela. El kaladenin kalaidning o'qishida deganlikning o'zi bu kalaid degan o'zicha qiladaning jamisi. Qiladaning jamisi al qalaid. Buni al qalayid demaymiz deydi. Nima uchun deganda bu yerdagi harf mad qilada deganda uchinchi ko'rildi ana. Mufratida bir vaqtda. Bu hamz ko'rildiki, buni jami qanchaqlicha hamz o'tildiki al qilada degan o'zi al qalaid mana deymiz. Al qalaidning o'qishida al qalaid va uning boshqa o'qishdiki masalan sahifa dedik. Bunda bu harf mad uchinchi oldi. Buni deymiz jami qanchaqda sahaib deymiz. Hargiz sahayib demaymiz deydi. Buni ashnim qanday ash yani hamziga ibdal qilamiz, yana hamz surat ko'rildi bu deydi. Acuzuduk. Wow, harf mad oldu. Bu üçüncü oldu. Cemi qanchaq deymiz? Acaiz. Hargiz buni ajaviz demeymiz deydi. Shundaq qanday qiladi? Harf mad mufradida uchinchi ziyada qilingan bo'lsa, ko'riladi ash harf madni hamz ko'rildi. Hammasi hamzga ibdal qilindi. Qandaqki al qalaidning o'xshash o'xshadak deydi. Va boshqa qalaid masalan sahaib dedik. Sahifani jamisi sahaib bo'ldi. Sahayib dedik ana. Acuz jamisi acaiz. Buni acaviz dedik. Bu shunga o'xshash deydi. Xo'sh. Kazaka sani kazaka sani leyyineyn kazaka sani leyyineyn niktenepa meddemapa ile kecem inneyyipa. Şunun o'xshash qanday qilindi? Ya'ni ibdal qilinadi. Kazaka degani shunga o'xshash hamzga tegishtiriladi. Ikki yumshoq harfning ikkinchisini nayyipa dedik. Bir qancha degandek bir qancha son onun o'ziniki bir necha degandek kelgan nayib. Nayibning jamisi jamisi o'xshash. Masalan nayoib deb qo'yilganda shunga o'xshash nayoib. Asli nayoib demakchida. Mana bu nayoib. Nayib onun jamisi nayoib. Mapail şeklinde keldi ana. Bu burada iki harf liyin yani yumuşak iki harf ki iki harf ya oldu. Ya kilo oldu. Neyayip diyendik. Bu ikilisi gədəlli oldu da bunu mühür oturgalı oldu bu iki harf liyin. Nemine mepailinin meddiniki mepailinin elifini neyayip desek buna neya degandiki elif ikki yaning o'tirisi qolib qoldi. Mushuna qilgan bo'lsa, mushu ikki harflininki ikkinchisini, ikkinchi yaning uzlimi qanday qilindi? Shunga o'xshash deganimizni hamziga ibdal qilinadi deydi. Vaqtida ekanmiz nayoib deykanmizda. Nayib jam'uhu nayoib. Asli nayoib mana. Ikki harf layin qanday qilib oldi? Mapailning maddinicho urib oldi. Ikkita napa degan urib oldi. Birisi oldida, birisi keyin bo'lib. Mush suratning o'zida qanday qilindi deganda bu ikkinchi nimani matniki ikki yumshoq harfninki ikkinchisini yana hamzaga tabdil qilindiki nayoib mana deyildi. Hargiz nayoib deyilmaydi deydi. Xo'sh. وافتح ورد الهمزة يا فيما أعل
Lamen ve pi misli hiravetin cu'il. Zavar kılgın, pathi kılgın ve qaytuğun hemzini yağa. Lemi illat kılıngan narsa dedi. Hem bunun illeti, bunun lemi illet kılınıptı. Yani naqsıptı bana aytganda. Lemi degeni usul salasideki lamның barabirdi kelgen. Faaladeki lamның barabirdi kelgen narsa şu mu'tal illet tuttu. Yani harf illet tuttu ki naqsıptı. Muş vaqtda bunu qanday qilgan? Hamziga qaytug'in deydi. Ha, masalan qandaq deganda ha, ha, hal qoldi endi bu. Va patiqgan va qaytug'in hamziga ya'ni hamzi qaytirayotgan deydi. Lemi illat qilgan narsada. Masalan qandaq deganda ha, masalan oh nerede qoldi bu? Ha, qadiyya dedik. Mesela kadıyye. Kadıyye. Ee, bunu çoğu qanday qilmaymiz deganda qadiyya. Buni jami qilmoqchi bo'lsak qadoya dedik mana. Fatih qildik, fatih qilgin va qaytug'in hamziga yani lemi illet kılıngan. Yani usulü salasınınki mukabildi kelgen. Yani faalaninki lemedi kelgen. Nersin üzdeki yani hamz kılıvatken deydi. Mesela kadiyye, kada dedik da. Kada, kadiyetun dedik da. Bunu mesela cemi kılmakçı olduk. Cemi, bunun cemisi de kanda kılımız gende kadiyye degende. Kadiyye. Ee, bunu mesela kadıya desek bunun aslısı kadai dedi de. Kadai. Kadai. Yani maddatni kanda kıldık? Patha kılındı. Ve kaytuğun hemzini yağa dedi. Kadiyetun kadaiyyun. Mesela kadiye cemisi nime? Kadaya. Bunun kadayanın aslısı kadaiyyun. Ee, bu birlikninki maddini hamziga qanday qildik? Qadoiyun deganning o'ziki bu madgi ya'ni hamziga ibdal qildik. Qandaqki sahifa va sahaibda mana shundoq ibdal qilganga o'xshash. Shundan nim bo'ldi bu? Bu qadoa bo'ldi-da. Qadoa. Hamzini ya ibdal qilindi. Shundan qadoya oldu. Patiqigan qadiyya. Ra kasrati buni qado yoda pati oldu ne? Dot. Ve hamzini qaytirib bergin lemi illat qilgan narsalar. Va hirovatning o'qishicha qilindi buni vav qilindi deydi. Hirovatin. Hirovatning o'qishida qilindi bu hamzini vav qilindi. Yine hamzini qachon agar lam vav bo'lmasa hirovatning o'qishida va va hirovatning o'qishida qilindi buni vav qilindi. Masalan, nima deymiz deganda
Ee, hiravetin. Cem'isi şu harava. Aslisi o haravanın aslısı haraivu. Xuddi sahibninki sahaibu bo'lgandek. Haraivu. Mush hamzini o'zini jami qilmoqchi bo'lmasa qanday qilganmiz? Haraviyu. Mana deymiz da hiravatning jamisida. Va hiravatning o'qishida qilindi ay hamzinchi vav qilindiki hiravatin. Hiravat deganda vahidda nimbati vavvati. Bunun üzerine qanday qilamiz? Bunun üzerine vav qilmizki haraivu asli shundaqdi. Buni haraviyu deb mana deymiz deydi. Hmm. Vavan ve hamzan evvelel vavayni rudd fi bed'i gayri şibihi fi bed'i gayri şibhi vu piyel eşud. Bunu vav qilindi. Hiravatning o'qishida qilindi, hamzini vav qilindi. Emde ve hamzana velil vavayni rudda fi bed'i gayri şibhi vu fiyel eşud. Hoş. Emde ikki vav. Mesela qanday qilinibdi? Ee, ikki masalan hamzaning beshiga chiqib olgan ikki vavninki avval qismi hamzaga o'tayotgan deydi manada. Va hamzan vavan va ham vavan yuqorgi betga dedi bu. Vavan va hamzan avvalal vavayni rudd fi bed'i gayri shibhi wu piyal ashud. Bu hamzini vav qilindi, xolos tugdi. Va ikki vavning avval qismi qaytarayotgan, mush avval qismi hamza qaytarayotgan deydi. Nada deganda fi bed'i gayri shibhi wu piyal ashud. Wupiyel Eşud'un o'qishninki g'ayrida boshlanib qolganda. Masalan, vasila jamisi uniki vavasil bo'lmoqchi ekanda. Vasila jamisi vavasil ikki vav bilan. Buning o'zidagi mana shu ikki vavning birini vav tabdil hamza tabdil qilyaptik. Hamzaga o'tkiyaptik. Shundan vasilaning jamisi uvasil bo'ldi-da. İki vavның avval qismi. Kim hamzaning beshiga chiqib olgan ikki vavning avval qismini hamzaga rad qilish lozim. Mayda. Rudd deganligimiz fil amrana. Qachon bu ikkinchisi failning alifidan badal bo'lmagan shartlar. Masalan, uvasil degan o'xshash vasilaning jamisida. Uvasil. Uvasilning aslisi vavasil. İki vav bilan keldi mana. Avvalgisi kelimeninki pası, ikkinchisi failining elipidan bedel olgan vav. Bu suratda ikkinchisini nimine avvalgi vavning o'zini hamzaga o'tkayotimizki uvasil deymiz deydi. Wupiyel ashudning boshqasiniki o'qishning g'ayrining boshlanishida. Bu wupiyel ashud. Bunun da undaq nima qilib bo'lmaydi ekanda. Wupiyel ashud. Nima uchun deganda bu wupiyel ashuddiki ikkinchi vav bu nimadan failaning alifidan badal. Unda xo'g'ashqa bu shundan tegishtirilgan. İkinci vavni wupiyadiki. Bunun o'zida buni ibdal qilish lozim emas, ibdal qilish bo'lmaydi deydi. Xo'sh. ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وقت من و
ikkamizning ikkinchisini uni matq tegishayotgan. Masalan, amana rasulu bima unzila min robbi val mu'minin degandek amana. Aslischu amana. Ikkamiz bo'lib qoldi, bir kelib qolib qoldi. Bir kelma beshida. Buni ikkinchisini hamzaga tegishayotganki manani o'zincha hamzaga tabdil qilib kelam. Amana deyotgan deydi. Bir kelimdan amana desak, bir kelimdan bo'lgan ikkimizning ikkinchisini hamzaga tabdil qilyapti. Nimaga matqa tabdil qilyapti. Ya'ni ashada hamzaga o'tkyaptiq. Agar sokin bo'lgan bo'lsa, nima ikkinchisi mana amana siz shu mana desak, mana ikkinchi harf sokin bo'ldi. Asir degan o'xshash. Va tamin degan o'xshash. Asir. Asli shu asir demakchi-da. Asara yu asirinchu asir emir chiqarganda emir bilam. Bunun aslisi asir demakchi deydi. Bunun ikkinchi ham harf, ikkinchi hamza ne? Ikki hamzinki bir kelimde bo'lgan ikkinchisini madga yo'tqatdiki asir dedik. Va tamin. Va tamin. Bunun da şundaq deydi. Asir va tamin o'xshash. Bu va taminning uzumi tamin. İki harf bir nimle beşi geldi. Bir kelimenin beşi de bunun ikkincisini emzirkinki va tamin deb ana degan deydi. İkincisi qarapaqsa bunun sakin bo'ldi. Buni o'zi mat yo'tqatgan deydi. Xo'sh, vaqt itibari bilan o'sha yerda to'xtaymiz. Darsimiz davom 2 soat bo'ladi. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.